Gap so'z yo'q akalar. Davom etamiz. Navbatdagi Nexia 3 hop, xudo xolasa pulini aka yengil qilib beramiz deyapti. Ikkita oldi krilo. Keyinchi oldi kapotda. Shopper eshigida. Ya'ni 1, 2, 3, 4 ta detalda kraskasi bor. 2020 avtomat. Xo'p, metan ustanovka bo'lgan. Konditsionerlar ishlaydimi? Konditsionerlar ishlaydi. Motor hadovoychi. Zo'r. Motor hadovoy zo'r. Generalni chiqadimi? Chiqadi. Generalni chiqadi. Avtomobil zavodskiy diskada 4 ta yangidek balon. Yurgani qancha? 146 ming yurgan, 2020, eshiklari shumka bo'lgan, mes deflektor, Onyx rul, monitor, deflektor va aka mana holatlari. Gap yo'q. Hamma yo'g'i bor ekan, o'zi ham, ha? Evakor polikka dur tashlangan. Va mana ortidan ko'rinishi. 2020 avtomat. Hop, metani va aka mana qozonni zapaskalar ishlanmagan. Yurganni qancha dedingiz? 146 ming yurgan 2020. 4 ta detalda kraskasi bor. Oldi tomon, oldi krilo, oldi kapot, shopper tomon krilo va shopperda eshigida. Narxini necha pul deymiz? 7 mingdan kamini qilib beramiz. Narxini 7000 dollar kami bor deyapsiz. Faqat naqdmi? Variant ham kelishaveramiz. Naqd 4000 puli bor. 4000 puli borlarga variant ham berilaveradi. Bank ham chiqaveradi. Barterchi. Barter ham kelaveradi. Barter ham bo'laveramiz. Telefon nomer 91lik 91lik 161 26 26 28 raqamlariga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta aka bizga like bosib, do'stlarga badlisaq qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Akalar, Nexia 3 ishqibozlari ukan bironta qorasidan ham ko'raylik deganlarga mana aka. Navbatdagi Nexia 3 yili nechi buni? 2020-yil qora rangda kraskasi. Kraskasi toza, avtomatmi? 2020 avtomat, kraskasi toza. Dokument qana bo'lashib? Dokument 1 yilga generalni chiqarib beraman. 1 yilga generalni chiqadi. Avtomobilda mana motorni holati 4-pokoleniya propan, ABS konditsioner bor, motor hadovoy. Dahshat. Motor hadovoylar dahshat. Oldi oblisovka RS bo'lgan. Zavodskiy diskada 4 ta zima letniy yumshoq balonlar, holatlar ideal holatda turibdi. Va mana salondan ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Mana aka avtomat, monitor qo'yilgan, yaxshi chexol, nakitkalari bilan. Orqada kolonkalarga dur bor. Lilionim bo'lmagan, evakor polik tashalibdi. 2020 yurgani qancha? 145 ming yurgan, 2020 kraskasi toza, 4-paysa avtomat, generalni 1 yilga bo'ladi. 1 yilga generalni bo'ladi. Mana aka propan gazda. Xo'p, ana endi narxi qiziq, narxi 8 dan o'tib beraveramiz. 8500 dollardan kamini qilib berasiz. Beramiz aka. Faqat naqdkami? Naqd aka. Barterchi ichmasa? Yo'q, barter. Nexia 3 ga barter yo'q. Yo'q. Gap yo'q. Faqat sotaman. Faqat sotaman. Qadamni deb qoladi o'zi sotaman. Pul kerak. Gap yo'q. Telefon nomeri 95 075 30 38 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. 2020 4-paysa avtomat qora, kraska toza, yumshoq balon, gazlariga dur bor propanda. 1 yilga generalni chiqadi, tayyor holatda. Yurgani 145 ming probey deydi. Qolgan ma'lumotni o'zida oling, omadli xariddan deb qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Davom etamiz. Navbatdagi Nexia 3 avtomobilni ko'ring, hurmatli vatandoshlar. 2019 ukam 160 ming yurgan, 2 yevro avtomat korobka, bir qarich petnochasi bor. Dangalni aytib qo'ygan, ertaga kelganda o'zi aytsa, ko'rsatib boraman deyapti. Hoy! Va mana aka. Avtomobilda motorlarning holatini qarang. 4-pokoleniya metan ustanovka bo'lgan, ABS konditsionerlarga bor, holatlari yaxshi. Akalar aytgandek, undan tashqari avtomobilda 4 ta yumshoq balon, alishtirishga hojat yo'q. 160 ming yurgan 2019 va aka mana salonning holati. Yevro avtomat aka. Bularni bilsangiz, asha bako'lar inaqa slipoy uxlamaydi. Bunda yopilib qolmaydi qulplaganingizda yoki bitta bossangiz. Hop, shu tomonda birinchi o'zgarishi. Hop va yo'lim bo'lmagan 3D polik tashalibdi. Sous aka mana. Oynadan ham ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Asha agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, yevro yordam beradigan oynalari bilan chiqqani va ortidan ko'rinishi. Dokumentga gen daverni onlayn beraveramiz. Bo'ldi. Mahallaning mashinasi. Mana aka, metan 4 ta iskindan tashqari zapaskasi turibdi, metan gazlari bor. Aka, endi buni narxi qiziq.
2019 160 ming yurgan bir qarz petnosi bor, generalni beramiz 2 yevro avtomat. 8 ming deb turuvdim. Hop. Lekin sizni parklashlarni 77 dan sunnatga o'tib beramiz. O'zi bozorda 8 ming so'rayapti ekan. Agar realni olaman degan odam bo'lsa, hop 7700 dollardan ham o'tib berasiz. O'tib beramiz. Xo'p, faqat naqdmi? Naqd bankoviymiz. Naqd. Menda podpischiki buni olmasada Qozog'istonda podpiska qilib. Assalomu alaykum. Bosor bu charchab. Borziga shukur, gap yo'q. Telefon nomer 95lik 95lik 313 313 0445. 0445. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Albatta bizni kanaldan chiqqaningizni ham aytib qo'ying. Like bosib do'stlarga podpis qilib qo'yamiz. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi Nexus'ni ko'ring. Ukam, variantga ko'rsat degan akalarimiz bor edi. Ukam, variantga emas, variantdan ham yengilroq chiqadi. Mana Tiger banki bor, o'zi uzib olsa bo'laveradi deyapti. 2022 mi bu? 22 toza. 2022 toza avtomat. 4-paysi. 4-paysi avtomat, eng qizig'i kraskasi toza, yurganichi 100 ming. 100 ming probeg. Agar o'zi ag'ini uzib olaman deydigan bo'lsa, davernisda minaveradi. Bo'ldi, gapi yo'q. Aka, ana shu nomerda davernisda minaverasiz ekan. 2022 avtomobilda 4 ta Cobalt diski, yumshoq balon. Kraskalari toza. Xo'p, va yurgani 100 yo rovna 100 ming bo'libdi. Kondisionerlar akalar ishlab turibdi, avtomat korobkada, rezinkalarga to'g'ri tashlangan, xudo xolasa o'ziga yarasha holat turibdi. Orqasini o'zi ochib qo'yishibdi. Xo'p, va mana aka zapaskasi. Oba, va mana aka qozonlarning holati. Ana endi aka, uni endi ma'lumot kerak. Qanaqa holatda berasiz buni? Buni aka 2000 dollar beradigan bo'lsa, qolganini o'zi o'zi oladi aka. Oylik to'lov 600 ming so'mdan qancha 1 yil qoldi? to'lab qo'yilgan. Necha oy olingan o'zi? 5 yilga chiqdi. 5 yilga olinib, ya'ni 1 yili to'lanibdi, yana 48 oy qoldi. 4 million 600 ming so'mdan bir xil ketadimi yo kamayami? Bir xil ketadi. Bir xil ketadi. Anorbank. Anorbankda olingan ekan. 2000 bersa minib ketadi. Xo'p, 2000 ni o'tib bera olmaysizmi? Yo'q, siz obunachi yozasiz 100 dollar o'tib beraman. Gap yo'q aka, biz kanalda omadli xariddan siz yana 100 so'm o'tib beradigan joy bor ekan. Xo'p, qolganini o'zingiz telefon orqali gaplashasiz. Telefon nomer 94lik 242 24 24 26. 26 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zida oling. 2000 puli borga 4 million 600 ming so'mdan dedi. Endi aka yag'ini ma'qul bo'lsa bosib yuborasiz. Bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p akalar, Nexus 3 ishqibozlariga Andijon mashina bozoridan davom etamiz. Hurmatli vatandoshlar, qaranglar, xudo xolasa 2022 ukam yurgani ham eng kamidan, ya'ni bularni o'zi antikvar desiz ham bo'laveradi deyapti. 24 ming probeg. Kraskasi toza. Dokument qana bo'ladi? Aka, nomerlarni ko'rasizmi? Hali eski nomerdan, hali uzib-uzib emas. Xo'p, 2022. Mana aka, 24 ming probegda. Mashina benzinda, xudo xolasa, dog' teggan joyi yo'q ekan deyapti. Zavodskiy diskada 4 ta yangi yumshoq balonlari bilan. Va mana salonni ham ko'ring aka. Xo'p, bakovlar qayriladi, avtomat korobka, video registrator qo'yilgan va torpedkalarning holati. Sentr zamoylariga bor. 2022 24 ming probeg Nexus ishqibozlariga dokumentidan xudo xolasa muammosi yo'q bo'lyapti. Xo'p, va mana aka qozonlari, zapaskalari, diskalari bilan. Xo'p. Ana endi Oshto'g'on narxini necha pul so'rayapsiz? Qancha? 22-24 ming yurgan avtomat toza hamma yo'g'i bor. Hop, 10 ming dollar so'ralyapti. Xudo xolasa kami bor. Faqat naqdgami? Naqd pulga, barterga. Telefon nomer 97lik 580 24 40. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta mana shu Nexus surganlarga jo'natib qo'yasizlar.